Jannat sog'inchi. Muallif Yorqinjon Qori Fozilov. Tavakkul 1-qism. Mo'min kishi kimga tavakkul qilish va qanday tavakkul qilish lozimligini bilish ham ibodatdir va shu bilan birga dunyoviy ishlarning salohiyatli bo'lishiga shubhasiz katta foyda keltirur. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar: Bismillahirrohmanirrohim demay boshlangan har bir ishning oxiri kesikdir. Bizning ko'zimizda bu so'zni aytmaganlarning ham ishlari yurishib va hojatlari ravo bo'layotganga o'xshaydi. Lekin o'sha ishning oxir oqibati qanday yakunlanyapti? Mana shu asosiy narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxiri kesikdir dedimi? Demak, albatta oqibati yaxshi bo'lmaydi. Bunga shubha yo'q. Tavakkul o'zi nima? O'rtaga vakil qo'ymoqlik va unga suyanmoqlikdir. Dunyoviy ishlarimizda ham biror kuchimiz yetmay qolgan ish, ya'ni muammo paydo bo'lsa, darhol kattaroq mansab va hurmat egasi bo'lgan odamga murojaat qilishni ko'zlaymiz. Va u kishining oldiga shundaygina to'g'ridan to'g'ri bormaymiz. Unga yaqin bo'lgan odamlarga murojaat qilib va uning vaqtini surishtirib va qabul qilishi uchun qulay fursatni poylab so'ngra boramiz. Lekin u ham kifoya qilmaydi. Albatta, u kishi uchun bozordan eng oldi narsalardan mayda-chuyda qilib va shuncha narsadan keyin ham ming hijolatchilik bilan boramiz. Uning huzurida turganimizda ham egilib, so'zlarimizni ham saralab so'zlaymiz. Qarang qancha mashaqqat. Shuncha iltifot ko'rsatish bilan ham, qo'limizda mayda-chuyda sovg'a salom bilan ham nari borsa 2 yoki 3 marta bora olamiz. Agarda yana muammo tug'ilsa, u kishining huzuriga borishga botina olmaymiz. Alloh taoloni vakil tutmoqlik uchun esa hech qanday mashaqqatning o'zi yo'q. Faqat bitta so'zni, ya'ni Bismillahirrohmanirrohimni aytmoqlik kifoyadir. Va shu so'z bilan Alloh taoloning o'zi biz uchun vakil, suyanchdir. Bu uchun hech qanday sovg'a salom ham, hijolatchilik ham, o'rtachi ham kerak emas. Aytganimizdek, muammoni hal qilmoq uchun bandasining oldiga nari borsa 2-3 marta bora olamiz. Allohimiz esa umrbod murojaat qilsak ham qabul qilaveradi. Dunyoviy muammoimiz hal bo'lishi bilan birga nomai a'molimizga ibodat qildi deb ham yozilib qoladi. Shu bilan birga Alloh taolo eng ishonchli vakildir. U zot har qanday muammoni so'zsiz hal qilur. Bu kalimadagi Alloh taoloning 99 muborak ismidan 2 ismining kelishi esa, ya'ni Rahman va Rahim ismi sifatlarining ham hikmati bor ekan. Bu ismlarning ma'nosi mehribon va rahimli deganidir. Insonlarga bu chaqiriq ekan. Ya'ni dunyoviy muomalada shu sifatlar bilan sifatlanishga buyurilmoqdamiz. Bir-birimiz bilan bo'lgan muomalada talashib tortishmay va bir-birimizni ranjitmay, aksincha mehribonlik qilib o'zaro bir-birimizga rahm qilgan holda hayot kechirmoqlikka buyurilmoqdamiz. Bunday bo'lish nafaqat inson bilan inson orasida, balki hayvonot olami bilan ham va nabodot olami bilan ham shunday go'zal muomalada bo'lmoqlikka buyurilmoqdamiz. Alloh taoloni bu kalima bilan vakil tutmoqlik hozirda boshlayotgan ishimizda talaffuz qilinsa, endi kelajakda bo'ladigan ishlarimizda Alloh taoloni vakil tutishligimiz esa inshaalloh kalimasi bilan bo'lar ekan. Ya'ni Xudo xohlasa degan ma'noda. Ishimizni Alloh taologa topshirib qo'ydik demakdir. Endi bu ishimiz biz uchun manfaatli bo'lsa, Alloh taolo biladi. Agarda manfaatsiz bo'lsa, Alloh taolo uni yo'qqa chiqaradi. Va bu biz ko'zlagan ishning yo'qqa chiqishi bizni ranjitsa ham, aslida shunday bo'lishida biz uchun manfaat bor. Chunki biz ishimizni inshaalloh kalimasini aytmoqlik bilan Alloh taologa topshirib qo'ygan edik. Hakim bo'lgan zot hikmatini o'zi bilur. Qarang, bir og'iz so'zning hikmatlari naqadar ko'p va uni aytmoqlik tilga ham naqadar yengil. Biz bayon qilayotgan bu hikmatlar necha mingdan biridir. Yana biz bilmagan qanchadan qancha biz uchun foydali taraflarini yolg'iz Alloh taoloning o'zi bilur. Lekin anig'i bu 2 dunyo saodati.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga yahudiylar savol bilan kelishganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ertaga vahiy keladi degan umidda ertaga javob beraman dedilar. Lekin 40 kun vahiy kelmadi. So'ng Jabroil alayhissalom keldida: "Ey do'stim Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz siqilmang va tashvish tortmang. Alloh taolo sizni tashlab qo'ymadi. Vahiy to'xtab qolishining sababi siz o'sha kuni ertaga javob beraman dedingiz-u, lekin inshaallohni unutdingiz. Ya'ni Xudo xohlasa demadingiz. Siz tufayli Alloh taolo butun ummatingizga bu kalimani aytmoqlikning zarur ekanligini bildirdi" dedilar. Qarang, Alloh taolo siz va bizga shu kalimani aytmog'imiz juda muhim ekanligini anglatish uchun o'zining habibi, ya'ni suyukli bandasi bo'lmish Muhammad alayhissalomni 40 kun hijolatchilikda qoldirdi. Demak, bu o'rinda biz diqqatliroq bo'lmog'imiz va bu kalimani aytmoqni doim odat qilib olmog'imiz zarur. Ulamolarimiz aytadilarki, tavakkulni eng oliy maqomda ijro etgan kimsalardan biri payg'ambar Ibrohim alayhissalomdir. Ya'ni u kishi shunday alangali o'tga otilganlarida havoda ketayotib tig'iz bir paytda Jabroil alayhissalom kelib: "Ey Ibrohim, nima hojating bor?" deb so'raganlarida Ibrohim alayhissalom: "Hojatimni ravo qilguvchi zot o'zi ko'rib turibdi" dedilar. Bir necha soniyadan so'ng o'tga yetib boradigan vaziyatda bu juda og'ir holatdir. Bizning zamonamiz hozirda tinch va osoyishtadir. Bunday zamona uchun Allohimizga har qancha hamd va sanolar aytsak ozdir. Shunday xotirjamlikda va bemalolchilikda ham tavakkulni Alloh taologa qilishni unutayotirmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulq odoblari haqida so'z borganida sahobiylar u zot chimildiqdagi kelinchakdan ham iboli, hayoli edilar, deydilar. Shunday tortinchoq, hayoli bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jangda eng shijoatli, qo'rqmas ekanlar. Bunday dovyurak bo'lgan holda dushman tomon intilish ham bu Alloh taologa bo'lgan tavakkulning 100%ligidandir. Bir rivoyatda Hazrati Umar radhiyallohu anhu: "Dushman g'olib kelib qolganda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalariga o'tib olardik" deydi. Bu gaplarni Hazrati Umar radhiyallohu anhu dek shijoatli zot aytayaptilar. Yana bir rivoyatda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadi: "Dushman g'olib kelayotgan bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hachirga mingan holida dushman tomonga intilib hachirni haydar edilar. Biz esa hachirning ikki yonidan ushlab orqaga zo'rg'a tortar edik. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat oldinga haydar edilar." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday dovyurak, shijoatli bo'lishlari nimadan? Albatta Alloh taologa bo'lgan tavakkulda 100% ishonch bo'lganidandir. Sahobiylardan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'z davrining boy kishilaridan edi. Islomga kirganida 40 ming dinori bor ekan. Shu pullarning hammasini kambag'allarga tarqatib yubordilar. Shunda sahobiylar taajjublanib: "Nega bunday qildingiz? O'zingizga olib qolmadingiz?" deganlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Alloh taolo menga kifoyadir" dedilar. Ya'ni Alloh taologa tavakkul qildilar va sira ham shubhalanmadilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida bir oz so'zlayman, qoniqmaysan kishi. U zotni Alloh taolo payg'ambarlardan keyingi darajaga ko'tarib, shunday ulug' martabaga sazovor qildi. Hali payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik vahiysi kelmay turib, Alloh taolo u zotga payg'ambarlik haqida tushlarida ayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan do'stlashgan paytlarida u 16 yoshda, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam esa 18 yoshda edilar. Islomdan avval ham but sanamlarga sig'inmagan ekanlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yoshlik chog'ida Shomga safar qiladi. Safar chog'ida uyqusida g'ayrioddiy tush ko'radi.
o'sha yerda yashaydigan avvalgi ilohiy kitoblardan xabardor bo'lgan bir olim rohibning huzuriga borib, ko'rgan tushini so'zlab, ta'birini so'raydi. Shunda rohib Abu Bakr radhiyallohu anhudan qayerdansan? Isming nima va nima bilan shug'ullanasan deb so'raydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham so'raganiga javob beradi. Shunda rohib, sizlar tarafdan yaqinda oxir zamon payg'ambari keladi. Ismi Ahmad, uning go'zallashtirilgan ismi Muhammad bo'ladi. Sen unga vazir bo'lasan va vafotidan keyin unga o'rinbosar, xalifa bo'lasan deydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Shomda ko'rgan bu tushni hech kimga, hatto Muhammad alayhisalomga ham aytmaydi. Oradan yillar o'tib, kunlarning birida Muhammad payg'ambarlikni da'vo qilayotganmish degan so'zni odamlardan eshitib qoladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu buni eshitib darhol Muhammad alayhisalomning oldilariga boradi. Ey do'stim Muhammad, eshitishimcha siz payg'ambarlikni da'vo qilayotgan emishsiz. Bunga dalilingiz bormi deb so'raydi. Shunda Muhammad alayhisalom Abu Bakr radhiyallohu anhu ga qarab, dalilim haligi Shomda ko'rgan tushingiz deb kulib qo'yadilar. Abu Bakr radhiyallohu anhuning nasablaridan 4 kishi sahobiy bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan ekan. Otasi, o'zi, o'g'li va nabirasi sahobiy bo'lgan ekanlar. Boshqa hech kimga bu qadar ulkan baxt bir zurriyotdan 4 kishiga sahobiylik nasib qilmagan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham iymon bobida hech kim Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga yeta olmasligining xabarini berganlar. Insonni eng xavotirga soladigan narsa asosan ikkitadir. Biri joni va ikkinchisi moli ekan. Jonini ham, molini ham eng oliy maqomda Alloh taologa tavakkul qilganlarni yuqorida zikr qildik. Alloh taolo shu bandalardan ibrat olishni bizlarga ham nasib qilgan bo'lsin, inshaalloh.